Assalomu alaykum, hurmatli do'stlik mahalla fuqarolari. Sizlar bilan qisqacha bizning produktlarimiz haqida tushuntirish berib o'tamiz. O'sha do'stlik mahallasiga To'ronbank vakil etib biriktirilgan bilasizlar. Shunga bizda bir produktlarimiz bor, mahalla loyihasi bo'yicha o'sha ishsiz fuqarolarni ish bilan band qilish, tadbirkorlikka yo'naltirish maqsadida mahalla loyihasi degan nomli kiritimiz bor. Bu kiritimiz 4 yilga beriladi, 30 milliongacha o'z-o'zini band qilib beriladi. To'g'ridan to'g'ri plastik kartaga tashlab beriladi. Shu plastik kartadan keyin o'sha tadbirkorlikni amalga oshiriladi. Bu 4 yilga 25% ga beriladi. Bu asosan o'sha ta'minot sortlar. Keyingisi biznesning maqsadim bor. Bu 3 yil muddatga 25%, bu 25 milliongacha. Bu ham xuddi shu yuqoridagi yo'nalishlarda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, chorvachilik yoki tadbirkorlikni amalga oshirish uchun. Keyingisi barakali limonzor kiritimiz. Barakali limonzorimiz 7 yilga beriladi, 36 oy muddatga. Limonchilikni rivojlantirish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravarigacha beriladi. Keyingisi mening biznesim 2 degani bor. Prezident qarorining 312-sonli qaroriga asosan beriladi. Bu 100 milliongacha sug'urta asosida beriladi, 300 milliongacha garov ta'minot sifatida. Bu ham shu asosan yosh tadbirkorlarga beriladi. Faoliyatini kengaytirish uchun yoki bir ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish uchun beriladi. Tartibi shunaqa bo'lardi. 25%lik